Xo'sh, nechuk qopchang ishgan? Bugun oynaga qaragandim. Keyin semirib ketganimni tushundim. Meni maqtasang bo'larmidi? Seni ko'rish qobiliyating ajoyib. Qaranglar. Mana u bor va uni ongi. Ongi ichida esa unga tinchlik bermaydigan suvaraklar bor. Ba'zida ularni shundoqqina boshqaruvda o'tirishganini ko'raman. O, menga qarayaptimi? Senga tuyulyapti. Suvaraklar unga yo'q joydan muammo orttirishni o'rgatishgan. Ular o'ylashga, ishlashga va uxlashga xalaqit berishadi. Ba'zan u bilan emas, balki suvaraklar bilan gaplashyapmanmi deb o'ylab qolaman. Nima? Bizga ko'z teksa-chi? Tushunishimcha, ularning o'zini qovoqxonasi bor. Stress va tashvish ko'paygan paytda ularni bochkasi to'lsa kerak. Voy, sizlar noto'g'ri tushunmang. Ozmi ko'pmi ularni ta'siridan chiqib turadi va o'shanda undan quyosh bilan bellashadigan quvonch nuri taraydi. Buning sababi esa suvaraklar ichkilikdan keyin boshqaruvni bo'sh qoldirishi. To'satdan o'lib qolsa-ga? Buni yaxshi tomoni umuman zerikmaysan. Meni sevasanmi o'zi? Chindan sevasanmi? Mana bu qo'ng'izni men uchun ye. Men chiroylimanmi? Seni do'pposlasam maylimi? Dahshat, husnbuzar chiqibdi. Hazillashyapsanmi? Qara, sochimga oq tushibdi. Ha, mazaxlayapsan. Bir kuni hayotim ko'kragi bilan qattiq urildi. Chabunchal emas-e. Kenayingiz vagondagi 2 qavatli o'rindiqni tepasiga chiqaman deb pastga yiqildi. Stolga qattiq tushdi. Qizig'i buni esdan chiqazib yubordi. Keyinchalik o'sha yerni paypaslab g'alati og'riqni his qilib, Google tog'idan so'ragani, u bo'lsa buni ko'krak saratoni, ya'ni rak deyamish. Unga yarashmasa-da soatlab bir nuqtaga qarab o'tirishni boshladi. Keyin Joker misoli tirjayib vidolashishni boshladi. Farzandlarimiz bilan, yo'lka bilan va men bilan. Hattoki dafn marosimi haqida ham gapirdi. Bu holat shifokorning gapidan keyin tugadi. To'xtanglar. Axir bu shunchaki ko'karish-ku. Aytgancha, u doim qilayotgan ishimni qilishni so'raydi. Axlatni tashlab bor. Kalitni unutma. Kirni ilib qo'y. Choy qo'yib bor. Chiroqni o'chirib bor. Kunlardan bir kun uydan o'tirib ishxonadagi audio konferensiyada o'tirardi. Tasavvur qiling, bo'yi uzun boshliq yuzlab hamkasblarga jiddiy yuz bilan jiddiy muammolarni hal qilishni aytyapti. Eshitayotganlar ham uni jiddiy yuz bilan mikrofonni o'chirib eshitishyapti. Lekin meni sevgilim esa bilmasdan turib mikrofonni yoqib yuborib, begemot misol esnadi. O'sha jiddiy boshliqni hamkasblarning oldida gapini bo'lib. Mayli kuya, yarmidan ko'p aholi kulvardi. Lekin qiziq, bunda kim aybdor ekan-a? Mikrofonimni sen yoqdingmi? Nima deb o'yladingiz? Oilada faqatgina bir kishi o'zidan ketishi mumkin. U bilan bahslashish foydasiz, chunki u hamma narsani eslaydi, sen esa yo'q. U har doim haq. Ba'zida haq bo'lmasa ham ustidan kulish ham befoyda, chunki baribir ham u zo'rroq yediradi. Kulganingda yuzing qaricholarnikiga o'xshab qoladi. Va yana bir narsa. Uni jahli chiqqanda hammamiz tomonmiz. Buni farzandlarimiz ham bilishadi, yo'lka ham biladi. Men ham bilaman. Qopcham suvaraklar bilan to'la. Lekin birinchidan men uni sevaman. Ikkinchidan suvaraklarni haydash usullarim bor bilsangiz. Va uchinchidan, bular uni ajoyib, betakror ichki olami ichida bir tiyin. Biz ba'zilaringizni yoshingizdan ham ko'proq vaqtdan beri birgalikda yashab kelyapmiz. O'zimiz ham qanchalik katta bo'lib qolganimizni, oila qurib farzandli bo'lganimizni sezmay qoldik.
Hayot borgan sari o'zgarmoqda, vaqt esa daryo kabi tez oqmoqda. Lekin u bizni o'rtamizda to'xtab qolgandek go'yo. Chunki qanchalik qarib chirib ketar ekanmiz, baribir bir-birimizni o'sha birinchi uchrashuvda ko'rgan ko'zlarimiz bilan ko'ramiz. Hay ana, bu qopcham ichidagi hali hammasi emas.